tanlashda bo'ladi. Bu endi odamchamiz joyida tura olmaydi-yu. Shuning uchun shetga hozir biz bir ikkita daraxtlar shunaqa qo'shamiz. Hozir uning uchun ham sprite tanlaymiz. Hop. Endi bu yerga kim xohlasa shu chizishi mumkin mana yerda. Lekin menda bir ikkita chizilgan tayyorlar bor edi. Mana shu rasmni ishlatsa bo'ladi. Endi bu yerda mana shunday nima bor. Buni esa ko'rganlaringdek deyman shunday chiziq bu daraxt atrofida qoldi. İşte bog'larda nima chizalmasligimiz uchun va mana yerda katta joyda shu chiziqlar mana bu yerda ham bor. Agar shu chiziqlar kattaroq bo'lsa, o'yinda qilib turganda xalaqit berishi mumkin va xalaqit beradi ham. Ana shunday endi bitta daraxt qilsak, bu daraxtimizga endi olmalar qo'ysak deyman. Men endi mana shu programmani ishlataman hozir. GIMP degan. Shunday. Shunday bo'ladi deb o'ylayman. Hozir shunday qilsak bo'ladi. Endi sprite ochib turib shu rasmimizni qo'yamizda. Kattaligini kelishtirib juda katta chizib yuboribmiz. Mayli. Mana shunday qilamiz. Endi mana o'yinda qo'ysak mana daraxtimiz, ko'rsalaring odamchamiz daraxt orqasidan o'tyapti. O'shani to'g'rilash uchun biz odamchaga o'ng taraf bilan bosamiz. Mana shunday. Keyin the or degan joychasi bor. Shu yerda bosamiz. Mana uni sign to top of layer shu
hamma narsani oldida bo'lish deyapti. Endi bog'dan o'tsa ham o'sha nimani oldidan yoki shuni o'tay tursa, o'sha ustidan o'tsin deyapti-da. Hozir hammasini ko'rasizlar. Ana shunday mana endi odamchamiz olmay teganda uni oladigan qilamiz hozir. Endi uning uchun hozir birinchi ana shunday qilamiz. Odamchamiz mana yozib qo'ygan on collision with an object. Birorta narsaga teganda endi tanlaymiz nimaligini. Olmamizga o'shanda olmamiz destroy yo'q bo'ladi. Qilib endi o'yinni qo'yib ko'ramiz. Mana endi odamchamiz olmay teganda olma yo'q bo'ladi. Endi shuni yo'q qolmasligi uchun biz add global variable qo'shamiz. Hop. Endi shunday otib turarsiz. Sizlarni adashib qolmasligi uchun yoki biron nima qilish uchun o'sha otini o'zgartirsalar ham bo'ladi. Ana olma bo'lsa shu olma deb yozib yoki boshqa narsalar. Hop, bitta ikki xili bor. Yozib qo'ygan type deb. Number deb qo'ygan, text deb qo'ygan. Hamma tushunadi deb o'ylayman. Hop, bularga tegish shart emas hozirchalik. Qo'shganda endi mana shu endi text qo'shish kerak bu yerga. Hozir nimaga kerakligini ko'rasizlar. Bu text. Hop. Endi sistemaga kiramiz. Everything text set